Hech qiziqib ko'rganmisiz yotoqxonadagi suhbatni qanday qilib uzoq masofadan eshitishimiz mumkin? Kinolarda bunga yechim sifatida juda ham g'aroyib qurilmalardan foydalanishgan. Lekin haqiqiy hayotda bundan qariyb 80 yil ilgari muhandislar ajoyib bir yechimga. Ular odatiy mikrofondan emas, derazaning tebranishidan foydalanishgan. Bu qurilmalarning nomi lazer mikrofonlari deb ataladi. Xo'sh, o'zi lazer mikrofonlar qanday qilib ishlaydi? Ishlash prinsipi qanday? Uning ishlash prinsipi qandayligini bilishimizdan oldin biz dastlab tovush haqida tushunchaga ega bo'lib olishimiz kerak. Sodda qilib aytganda, tovush bu havoda tarqaladigan tebranish hisoblanadi. Demak, biz gapirganimizda biz havoni tebratamiz. Xuddi shu tebranishlar hisobiga bizning quloq pardamiz tebranadi va miyamiz buni analiz qilib turib, uni tovushga aylantiradi miyamizda. Ya'ni eshitamiz biz. Tushunarligi? Ya'ni xuddi shunday biz gapirganimizda ham quloq pardamiz tebrangani kabi atrofdagi jismlar ham tebranadi. Masalan, stullar, guldonlar yoki-da derazalar ham tebranadi. Nega biz bunda bu tebranishlarni ko'rmaymiz? Bu tebranishlar juda ham kichkina bo'lganligi tufayli bizning ko'zimiz buni ilg'amaydi. Lekin lazer nuri bu kichik tebranishlarni ham seza oladi. Lazer mikrofonlari qanday ishlashini tushunishimiz uchun sodda bir modeldan foydalanishimiz mumkin. Sodda modelimiz quyidagicha bo'ladi. Xo'p, bunda lazerdan foydalanamiz va bu yerda tebranuvchi membrana, ya'ni odatiy uy sharoitida pufakdan foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari, lazer nuri tushadigan joyga biz ko'zgu qo'yamiz. Ko'zgu nima uchun kerak bo'ladi bizga? Lazer nurini qaytarish uchun boshqa tomonga. Tushunarligi? Bu qanday ishlaydi? Biz lazer nurini yoqamiz va bu tomonidan, mana bu tarafdan biz gapiramiz. Shunda bizni tovushimiz mana bu membranani, ya'ni pufakni tebrantiradi. Bu tebranish kichik bo'lgani hisobiga mana bu lazer nuri u yoqda har xil naqshlar paydo qiladi. Tushunarligi? Haqiqiy lazer mikrofonlar ham xuddi shu prinsipda ishlaydi. Ya'ni qanday ishlaydi? Uzoqdan biz lazer nurini tushiramiz. Mana bu esa biz eshitmoqchi bo'lgan xona, ya'ni o'sha eshitmoqchi bo'lgan suhbatimiz joylashgan xona hisoblanadi. Mana bu esa o'sha xonada joylashgan deraza. Biz lazer nurini derazaga tushiramiz. Bu tomonda esa xona ichidagi odamlar suhbatlashyapti. Xuddi shu suhbat davomida ular derazani tebrantirishadi. Ya'ni gapirishganda deraza tebranadi. Tebranish hisobiga biz derazaga tushirayotgan lazer nurimiz qaytishda o'zgaradi. Shu o'zgarishlarni biz fotodetektorda